Yırtma. Oldu mu? Bakın işte böyle. Peki. Hayır ya, buyur ya. Tezroq bo'lasizlarmi? Tezroq. Tamam qoldi. Ketyapman. Bu simsim eşiler açılış qiyin bo'ldi. Yurib bor. Tinchlikmi? Ben uyda hech kim yo'qmi? Yo'q, o'zim. Hozir. Nasıl yuguribsiz ha? Dilbar. Bildim. Siz meni kutmaganmidingiz ha? Men sizga surpriz qilay dedim, jonim. Men sizga tashvishlarimda yuribman-da. Bilasizmi men qayerga bordim? Qayerga? Men mebel magaziniga bordim. Shunaqa mebellarni ko'rdim. Yotoqxona mebel italyaniki. Hozir aytaman, 180 ming dedi. Mayli dedim. Pul ketsin. Eng asosiysi biz ikkalamiz baxtli bo'lishimiz kerak. To'g'rimi? To'g'ri. Keyin oshxona mebellarni ham ko'rdim. Italyaniki ekan. 150 ming dedi. Uni ham yozib qo'ydim. Mayli dedi. Bizni baxtimiz uchun har qancha puldan kechamiz dedi. Kechamiz. Keyin gilam, silam yana to'yga ketadigan barobarda ularga ham 300 ming emas, 400 ming yozdim. Endi shuning uchunchi hozir ikkalamiz bankka boramiz. Hisob raqamingizdan pullarni olamiz. Shunda buyurtmalar uyga olib berib taqdim qilamiz. Hozir ketamiz. To'g'rimi? Hozir. Nima? Eski. Shu kunlarda dadangiz rahmatli ko'rmadilar. Dadangizchi menga ham ustoz, ham ota edilar. Shunaqa sog'indim dadangizni. Lekinchi kecha tushimni kesdilar. Shunda Qosimjon dedilar, rahmat. Siz o'g'limdeksiz. Men sizni kuyov qilmoqchi edim, lekin ulgurmadim dedi. Shuning uchun Nilufar qizimga uylaning va bankdagi pullarimni hammasini olib, qizim bilan birgalikda mazza qilib yashanglar dedi. Pul uchun ham. Menchi, sizni dadangizni so'zini tirikligini ham qilmaganman. Hozir ham qila olmadim. Shundoq to'g'ri yoningizga kelaverdim. Yo'lda kelayotib o'ylandim. Bugun hammasini hal qilamiz dedim. Hozirchi ikkalamiz bankka boramiz, pullarni olamiz, mebelga buyurtma beramiz, keyin undan keyin to'yni qilamiz. Yaxshimi? Zo'r. Keyin to'ydan keyin chet elda asal oyi. Hayronlayapsiz. Men quruq qo'l bilan kelganim yo'q. Sizday latofatli qizni oldiga quruq qo'l bilan kelsa uyat bo'ladi. Nega? Hozir. Mana, jonim. Yo'qmi? Menga? Ataylabsiz uchun hozir buni o'zim taqib qo'yaman. Mana shuncha odam oldida. Qo'ysiz? Keling. Voy o'ng. Yo'qmi? Voy nozik ko'chalariga qo'yinglar. Xo'sh kelaman. Alo. Menga qo'ng'iroq qilmay dedi. Aqlimga qilmay tursangchi. Ishlar yaxshi ketyapti. Pullar qo'limga tegishi bilan yoningga uchib boraman. To'g'ri, mashina. Senichi qayerga boray? Dubayga boraymi yoki Toshkentga boraymi? Hozirga. Xo'jayin. Hozir Dubaydan kelishadi. O'zimiz boramiz, qo'l boramiz. Choygasini bizga changib. Qo'ying shu choyni. Choyni to'ydan keyin ichamiz. Siz tezroq kiyining. Hozir kech bo'lyapti. Bankka yurishimiz kerak. Bora boring. Orqangizdan birpasda kelib kelaman. Birpasda kutamiz. Bora boring. Faqat uzoq kuting. Yo'q. Bo'ldi kesin. 2 daqiqa.